Qishloqqa mo'yqalam uchun rahmat. Hech qayerdan topolmayotgan edim. Hammasi uchun rahmat. Arzimaydi kompot, sendan 4 ta zumrad. Juda ham qimmat, lekin men uni juda ko'p vaqt qidirgan edim. Sendan 4 ta zumradni achimayman. 4 ta zumradni ol, ushla. Omad senga. Hammaga salom do'stlar. Mening ismim Kompot. Xush kelibsiz mening eng yangigina videomga. Va nihoyat, men bu mo'yqalamni sotib oldim. Men bundan qanday xursandman. Siz buni tasavvur ham qila olmaysiz. Xullas, qaranglar. Men uyimda juda zerikarli muhit. Buni hamma biladi deb o'ylayman. Men uyimni shunchaki daraxt va toshdan, men uyimga rasmlar yetishmayapti, bilasizmi? Bizni davrda san'at juda qimmatlashib ketgan. Shuning uchun men o'zim rassom bo'lishga qaror qildim. Endi o'zim uchun rasm chizaman. Ya'ni o'zimning devorimga, mana shu yerga, lekin yo'q. Bunday kattasini chizmayman. Balki mana bu yergadir. Kelinglar, kichik rasmdan boshlaymiz. Hozircha bir blokka chizib turaman. Mana bunday. Bu yerga faqat bitta muammo bor. Nima chizaman? Chunki pezish chizishni taklif qilaman. O'ylaymanki, bu eng osoni bo'ladi. Demak, boshladik. Katta hajm o'rnatamiz. Endi kelinglar, chizishni boshlaymiz. Birinchi men maysazor chizaman. Faqat hozir rangini ozgina o'zgartiray. Yana mo'yqalamni ozgina kattalashtiraman. Vo, mana bu boshqa gap. Mana shunday maysazor bo'ladi. Tep-tekisgina chiroyligina maysazor. Yana ozgina teparoq qilsak ham bo'ladi. Ajoyib, bilasizmi? Endi nima qilamiz? Ko'k osmonni chizamiz. Faqat uni sal oshroq rangda qilmoqchiman. Buni qanday qilish kerak tushunmayapman. Ha, mayli, bo'laveradi. Kechirasizlar-ku, men chizishni bilmayman. Xato kamchilik bo'lsa uzr. Xo'sh, mana bunday qilish kerak. Oh, ajoyib. Biz osmon chizdik. Endi men daraxt chizaman. Nima uchun ham yo'q. Shuning uchun daraxt chizishni boshlaymiz. Biz faqat oldin jigarrang tayyorlashimiz kerak. Kelinglar, shu bilan hozir shug'ullanamiz. Mana bunday umuman olganda jigarrangga o'xshadi. Yaxshi-ku, to'g'rimi? Men uchun yaxshi. Mana bunday rang aynan biz uchun. Xullas, men ozgina daraxt chizaman, chunki men bu yerni o'rmonga o'xshab qolishni xohlamayman. Xo'sh, yana bir marta chizamiz va yana bitta daraxt, yana mana bunday. Chunki mana bu yer boya aytganimdek o'rmon emas, maysazor. Xo'sh, endi barglarni chizamiz. Mendan aniq rassom chiqmaydi. Menimcha rassomlik maktabiga boradigan odamlar yoki professional rassomlar hozir bu videoni ko'rib, "Kompot, nima chizyapsan?" deyotgandir. Lekin menga yoqyapti bular. Hozir Minecraftda anchadan beri bulutlar ko'rinmayapti. Shuning uchun ozgina bulutlar chizishni maslahat beraman. Xo'sh, bitta bulut chizamiz, ikkinchisini chizamiz. Biz bulutlarni ko'paytirib yubormaymiz. Uchinchi bulut menimcha shuncha bulut yetadi va quyosh. Qanday qilib quyoshsiz yashash mumkin? Men esimda, men oldin rasm chizganimda 6-7 yoshimda quyoshni qo'yin burchakda chizar edim. Va qandaydir ular yetishmayapti. Kelinglar, yaxshi uycha chizamiz. Bilmadim, uni chizish qiyinmi? Kelinglar, shunchaki minora chizamiz. Kichikroq bino, xuddi qasrdek. Mana bunday, bu yerga hammasini bo'yaymiz. Bu yerda esa oynachalar bo'ladi. Bilasizmi? Buni tepasida kimdir yashaydi. Xo'sh, mana bu yerda yana bitta oynacha qilaman. Bo'ldi, tayyor. Kelinglar, tepasiga siyoh rang piramida chizib qo'yamiz. Nima desam bo'ladi? Siyoh rang gumbaz. Bunday xo'sh. Menda simmetriya bilan kichik muammolar bor. Kelinglar, shuni hozir to'g'rilab qo'yamiz. Mana bunday va mana bunday paydo bo'ladi. Ajoyib, mukammal, qaranglar, qanday go'zallik. Menga juda yoqyapti. Chiroyli rasm, to'g'rimi? Juda ham zo'r. Qo'lim gulda. Kompot, sen shuning uchun mendan mo'yqalam sotib olganmiding? Qishloqqa, sen bu yerga qanday kirding? Men tushunmayapman. Seni eshikni ochiq ekan. Kompot, sen rostdan ham chizishni bilmaysanmi? Ko'rganingdek uncha chiza olmayman. Sen nimaga kulyapsan o'zi? Qani, qo'lingdan nima keladi o'zi? Yo'q, Kompot, menga bu umuman kerak emas. Chizishni bilmaysan deysan-ku, lekin o'zing shuni ham chiza olmaysan. Qani, chiq bu yerdan tez. To'xta, Kompot, menda senga bir taklif bor. Mana bu narsani ham sotib ol. Bu yana nima? Tushunmadim. Nima parolli pechka? Nimaga kerak menga bu parolli pechka? Nega? Bilmadim, sen axir keraksiz narsani sotib olishni yaxshi ko'rasan-ku. Qishloqqa, bilasanmi? Pechkangni olda yo'qol. Buni qanday sindiraman? Kompot, xavotir olma, uni o'zim olaman. Yaxshisi mana buni sotib ol. Nima? Bu partazambarakmi? Qishloqqa, menga nima kerak? Partazambarak. Narsalaringni olib yo'qol bu yerdan. Kompot, sotib ol shuni. Qishloqqa, qanday men jonimga tegibsan? Yaxshisi, men buni sotib olaman-da, sen bu yerda yo'qolasan, maylimi? 5 ta zumradni cho'z. Mayli, 1 2 3 4 5 5 ta zumrad berdim. Ket bu yerdan endi. Rasm chizishda omad tilayman, Kompot. Rahmat, faqat boshqa kelma. Xo'sh, bu safar eshitib qilish kerak. Bu qishloqqa jonimga tegdi. Qayerdandir kelib meni rasmlarimni yomonlaydimi? Yana menga bo'lmagan narsalarni sotib ketdi. Nima qilib qo'ydim? Men rasmni buzib qo'ydim-ku, do'stlar. Men bilmasam, mana bunday otdim. Qaranglar, nima bo'ldi? Nima bu o'zi? Men butun rasmni dabdala qildim. Nima? Bo'ldi. To'xta.
Qayerdaman? Men tushunmadim. Menga nima bo'ldi? Tushunmayapman. Do'stlar, siz shu yerdamisiz? Meni eshityapsizmi? Meni ko'ryapsizmi? To'g'risini aytinglar. Do'stlar, men juda ham qo'rqyapman. Bu o'zi nima? Do'stlar, portalda men rasmga qo'ygan edim va menimcha men rasmga bu mening Minecraft'im. Ha! Bu yana qanaqasi? Tushunmadim. Buni qaranglar. Bu juda ajoyib. Mayli. Qo'y, sen menga tushuntirib bera olmaysanmi? Yaxshi, men ketdim do'stlar. Men chizilgan Minecraftda o'tib qoldim. Portal bilan yo'q, kelinglar. Men bu yerdan chiqamiz chunki menga ko'rinishim uncha yoqmayapti. Men xuddi chizilgan deyman. Qani do'stlar, sekin asta uyga qaytamiz. Qani, nima? Nimaga men teleportga o'ta olmayapman? Men tushunmadim. Bu hazilmi? Qanday yoqqa qaytaman? Bu hazilmi? Alyo! Qishloqqa, meni eshityapsanmi? Sen meni uyimdamisan? Men bu yerdaman, Kampot, chizilgan Minecraftda. Men bu yerda qamalib qoldim. Endi nima qilaman? Men rasmda qamalib qoldim. Yana o'zim chizgan. Qaranglar, tekst maychador kichik o'rmonga bir nechta daraxt, yana bir nima quyoshni chizganmanmi? To'g'ri, bunda chiroyli emas, lekin baribir aytgancha qasr. Men bu qasrni chizgan edim, xuddi shu. O'sha yerda paydo bo'ladi. Yo'q, kelinglar orqaga. Xo'sh, men qanday portalga o'tgan edim? Qanday yana bir marta bo'l. Endi men qanday qaytaman? Iltimos, o'tqaz. Yaramas, meni o'tqaz dedim senga. Kampot, Stickman, bu senmisan? sen nima qilyapsan meni chizilgan Minecraft'imda? Sen bu yerga qanday kelding? Sen o'zing qanday bu yerga kelding? Men-ku portaldan keldim. Sen qanday kelding? Bu ahmoqona rasmga qanday kelding? Shoshma. Qanday qilib? Portal bilan chizilgan Minecraftga keldingmi? Buni qanday qilding? Xullas, men rasm chizayotgan edim. Mana bu mo'y qalam bilan. Keyin men masjidor daraxt va mana bunday minora chizdim. Keyin bilmasdan rasmga portal bilan o'tdim. Keyin meni ichkariga tortib ketdi. Mana shunday qilib tortib ketdi. Qoyil maqom. Shoshmay tur. Demak, endi istalgan o'yinchi chizilgan Minecraftga o'tishi mumkinmi? Menimcha shunday. Men buni bilmas edim. Bu yomon. Sen endi chizilgan Minecraftda qamalib qolding-ku. Men hech qachon bunday bo'lganini ko'rmagan edim. Nima qilish kerak? Nima? Stickman, iltimos, menga uyga qaytishimga yordam ber. Chunki men portalning oldiga kelsam, u meni orqaga olib ketmayapti. Men hamma narsani sinab ko'rdim. Kampot, meni aynan bugun juda ko'p ishim bor. Men hozir borib o'rmonni chizishim kerak. Keyin yangi bo'yoqlarni alishtirishim kerak. Yangi ranglar yaratishim kerak. Senga yordam berishga umuman vaqtim yo'q. To'g'risi, agar men seni kelishingni bilganimda tayyorgarlik ko'rgan bo'lar edim. Lekin seni bu ahvolda qoldirishim ham mumkin emas. Yechishib, menimcha bitta g'oya bor. Ana bu binoni ko'ryapsanmi? Ha, men buni chizganman. Buni men chizganman, chiroylimi? Ha, bizda bunday binolarda sehrgar rassomlar o'tiradi. Menimcha u senga nima qilishingni kerak ekanligini biladi. Menimcha u senga bu chizilgan Minecraftga chiqishga yordam beradi. Rostmi? Agar u menga yordam bera olsa, bu zo'r bo'lar edi. Meni u bilan tanishtirib qo'yasanmi? Ha, ketdik. Muhimi Kampot, to'g'ri yur. Men ishlarim ko'p. Men ishlarim shu qadar ko'pki, hamma ishim bir kunga to'g'ri kelib qoladi. Bo'l, orqamda yur. Muhimi, orqada qolma. Bugun uni kayfiyati yaxshi deb umid qilaman. Xo'sh, ko'tarilamiz. Faqat ehtiyot bo'l. Qayergadir bo'yoqlar ochib ketishi mumkin. Bu yerda hammasi yaxshi. Salom. Do'stim, sog'lig'ing yaxshimi? Stickman, nima uchun meni oldimga kelding? Bobojon, meni do'stimda bir muammo bor. U chizilgan Minecraftda qamalib qoldi. Portal yopilib qoldi. U orqaga qayta olmayapti. Bugun esa meni baxtiga qarshi juda ham ish ko'p. Shuning uchun yordam bera olasanmi? Chizilgan Minecraftda qamalib qoldi deysanmi? U qanday bu yerga kelib qoldi? Bexosdan portaldan keldimi? Yaxshisi buni o'zdan bilishing kerak. Menda juda ham ish ko'p. Bilasan-ku, o'rmonni qayta chizishim kerak. Ha, men seni tushunaman. Oldinlari men chizar edim o'rmonni. Ha, bu juda ham qiyin ish edi. Ha, aynan mana shu savolni deb men ketishim kerak. Kampot, u juda ham mehribon. Istalgan paytda yordamga keladi. Shuning uchun men o'ylaymanki, sen bilan do'stlashib olasan. Bo'ldi Kampot, men seni u bilan hali ko'rishtiraman. Xavotir olma. Bu bobo aniq senga yordam beradi. Rahmat senga. Umuman olganda Stickman hammasini to'g'ri aytdi. Men esa Kampot, men chizilgan Minecraftga qamalib qoldim. Mana bu portalni zambarakni deb. Bu axir portalgan-ku, uni hech qachon rasmlarga o'tish mumkin emas. Yo'qsa sen chizilgan Minecraftga o'tib qolasan. Umuman chiqa olmaysan bu yerdan. Tushunyapman, lekin men chizilgan Minecraftda qola olmayman. Meni o'zimni qishlog'im, o'zimni olamim bor. Men har kuni video olaman. Men o'sha yerda bo'lishim kerak. Men hozir qanday senga yordam berishni o'ylab qolaman. Iltimos, portal zambarakni meni stolimga qo'y. Bir daqiqa, umid qilamanki, hammasini to'g'ri qildim. Men o'zimning rassomchilik kuchlarimni his qilyapman.
Xo'sh. Qo'rqamanki bizda muammolar bor. Qanday muammolar gapir? Biz boshqatdan seni portal zambarakini quvvatlashimiz kerak. Uni shunchaki quvvatlash kerak emas, balki chizilgan quvvat bilan quvvatlash kerak. Ya'ni maxsus bo'yoqlar bilan. Men uni yaratishim uchun menga 4 ta kristal va 2 ta zumrad kerak bo'ladi. Zumrad menda bor, mana ushla. Bu hammasi emas, sen endi kristallarni topishing kerak. Ular odatda ikkili aksda bo'ladi. Nima, kimda Ikliax? Buni kulgili joyi yo'q. Ikkili aks bu xavfli chizilgan olamning xavfli personaji. Bu buzilgan rasmlar. Xo'sh, men ularni qayerda topishim kerak? Sen aminmisan, ularning oldiga borishga? Ular anchagina kuchli. Ular seni shunday bo'yab tashlashlari mumkinki, sen hech kim tanimaydi. Meni hozir ham tanib bo'lmaydi. Eng yaqin ikkili akslar paydo bo'ladigan joyni bilaman. Mana shu qasr orqasida. Demak, ana bu tarafda. Mayli, hozir men kristallarni olib kelaman. To'xta, qayerga ketding? Muncha jasur o'yinsan. Sen mana buni ol. O, chizilgan qilit. Katta rahmat senga. Men tezda qaytaman. Umid qilamanki, bizni qo'limizdan keladi. Xo'sh do'stlar, yugurdik. Biz tezda qishloqqa qaytishimiz kerak. O'zimizning jonajon 13-qishlog'imizga. Xo'sh, qasrning orqasida, qaranglar, bulutlar paydo bo'ldi. Chiroyliligini aytgancha, bu bulutlarni men chizganman. Ana meni portalim. Kelinglar tekshirib ko'ramiz. Balki orqaga qaytish mumkindir. Qani oddiy odam? Yo'q. Buni foydasi yo'q. Xo'sh, qayerda bu ukeliakslar? Qayerda paydo bo'ladi? Men to'g'ri ketyapmanmi yoki yo'q? To'xtanglar, 1 daqiqa. Bu nima? Menimcha meni uni topdi. Ana qaranglar, turibdi. Qara, ukeliakslar, kelinglar. Ozgina yaqinlashamiz. Agar ular hozir menga hujum qilsa, bu juda ham yomon bo'ladi. Lekin ular hujum qilishi aniq. Meni muhim suvga tegmasligim kerak. O'zingiz tushunasiz. Men hozir bo'yoqlardan tashkil topgan, mana ana qarang turibdi, ohistalik bilan yaqinlashamiz. Biz ulardan kristallarni olishimiz kerak. Ha, ana qaranglar, uklekslar bo'ldi. Hujumga o'tamiz. Sen nimaga jang qilyapsan? Qana mana urdik. Bo'ldi. Xo'sh. Sen ham sochib yuboramiz. Bo'l, sekin. Bu yerda qochib, sizlar o'zi qani yana bittasi bu yerda ekan. Hozirgina yana bittasini yo'q qildik. Yaxshi, mana buni ham. Yaxshi, juda ham zo'r. Mana bu ham ukleksmi? Yo'q, bu daraxt ekan. Yaxshi. Qani o'sha kristal, mana buni bu tagida bo'lsa kerak. Qani yaxshi, uni sindirishga harakat qilib bo'lamiz. Bo'l. Menimcha kirka ham yo'q, juda ham sekin bo'ladi bu. Qani hech kim turmay qolsa-chi? Men udaradim. Sandiqni ochamiz. Bularni nima qilish kerak? Kelinglar, hammasini olamiz. Kristal, menga kerak. Olamiz. Bo'ldi. Menimcha hamma narsani oldim. Endi orqaga qaytsam ham bo'ladi. Yana o'sha qasrga qaytamiz, sehrgar rassomning oldiga. U meni zambaraklarni quvvatlaydi va men hammasi yaxshi bo'ladi. Qani uyga yuguramiz. Yugurdik. Qanchayroq tepaga chiqish kerak? Qani Kampot, bu hayvon masalasi. Men keldim, hammasini yig'ib keldim. Men bilmadim nima yig'ganim, shunchaki hammasini olib keldim. Mana qara, mana bularning ichida bor. Mana buni ham. Ha, aynan kerak narsa. Meni tashqarida kutib tur. Bo'ldi, yaxshi, tashqarida bo'laman. Umid qilamanki hammasi o'xshaydi. Men qanday xavotir olyapman? Rostini aytsam, ozgina qo'rqinchli. Agar o'xshamasa, men shu yerda butun umr qolib ketaman. Mana shunday bo'laman. To'g'risini aytyapmanmi, do'stlar? Mana bunday quyida hech kim xursand bo'lmasa kerak. Hoy, Kampo, hammasi tayyor bo'ldi. Rostami? Qo'lingdan keldimi? Ha, hammasi ishlash kerak. Faqat undan oldin ozgina portalni sindir va yangisini qo'y. Bu juda ham muhim. Senga katta rahmat, sehrgar. Rassom, kelinglar, sizlarga zumrad beray. Kerak emas, yo'lga chiq, Kampot, yo'lga chiq. Katta rahmat senga. Do'stlar, yugurdik. Hozir hammasini o'xshaydiganga o'xshayapti. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ana men oldingi portalim hozir. Men unda teleportatsiya qila olamanmi? Birinchi bu portalni sindirish kerak ekan, lekin qanday bilmadim. Balki blokni sindirish kerakdir. Qani yugurdik. Blokni sindiramiz. Yaxshi. Men portalni sindirdim. Endi boshqadan portal ochaman. Oppa, tayyor. Endi men o'tamanmi? Qani. 1, 2, 3. Qani. Bo'ldi. Nima? Men uydaman. Men oddiy Minecraftdaman. Men ham oddiy chizilmagan, xo'sh. Ajoyib, haqiqiy yuzim. Xo'sh, portal tezroq yo'qol bu yerdan. Men hozir seni yo'q qilaman. Qani do'stlar, buzamiz. Bo'ldi. Boshqa hech qachon portal qo'ymayman. Bu portal zambarakni men lavaga uloqtiraman. Men qanday qo'rqdim. Menda hech qanday rason chiqmas ekan. Men bugun chizilgan Minecraftda qamalib qoldim. Men u yerda butun umr qolaman deb o'ylagan edim, lekin chiqish qo'limdan keldi. Yaxshi rasmlarni chizish kerak emas. Undan ko'ra sotib olish kerak. Xo'sh, qana o'sha qishloqi, menga portalni zambarakni sotgan qishloqi, do'stlar, men sizlarga bilan xayrlashaman. Like qo'yish va kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Men qishloqi bilan salom alik qilib olishim kerak. Hammaga omad, hammaga rahmat, hammaga xayr do'stlar.
Video Artifakt kanali tomonidan tarjima qilindi.